Assalomu alaykum. Samsung QM6 2019-yil 111 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i, benzin. 11,5 million won. Dollarga 9 ming dollardan ozgina oshadi. Aniqni video ostida yozib qoldiraman. Hozir mashina ko'rgani kelgan akalarimiz bor edi. Shunga atroflarini bunday qilib ko'rsatyapman. Salomlarni ham bir qator ko'rsatamiz. Mana akalarimiz ko'ryapti hozir. Pokiza ekan salon. Eshik beskich o'tasi bor. Mana salon holati, rullari serkan. Akalarimiz mashina ko'ryapti. Boshqa millatdan kelgan Blackbox servislari bor. Monitorlari telefonga ulashyapti hozir. Vyetnamlik birodarlarimiz kelib ko'rishyapti. Mashina yoqsa olamiz deyishdi-yu, qani ko'ramiz. Balon holatlari ham normaldek. Akalarimiz o'zlarini davlatidagi qo'shiqlarni qo'yyapti, milliy qo'shiqlar. Doim keladi, shu Bluetooth ulashadi birinchi bo'lib. Bluetooth ulandi, mashina yoqdi, bo'ldi. Gap ketishaveradi ular. 11,5 million wonni QM6 so'raganlarga mana shunaqa bundan yaxshilarini ham topib beramiz olsa. 11,5 million 111 ming yurgan 2019-yil bu. Qo'chalarni qo'yishyapti. Ishlayapti. Ajoyib tavlar. Ishga o'tirish.